Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa mana Mustang brendi ostidagi katta katurlarimiz bitti. Kvadrati 6000 kvadratni bemalol isitib beradi. Hamnaqa zinali, plashatkali qilingan bunkerlarni ko'rishingiz mumkin. Juda katta. 500 kg ko'mir bemalol sig'adi. 6000 kvadratni o'ylanmasdan isitib beradi. Tak. Buning ichiga 1 tonna suv sig'adi. 1 tonna suvni 10 minut ichida bemalol isitdi. Videolari bor, ularni ham xudo xolasa qo'yib sizlarga ko'rsatib beramiz. Ichki qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Turbalari spesialni showsiz shu katel uchun qilingan. 6lik listdan qilingan. Polni hamma yo'g'i, hech qanaqa yupqa listlar yo'q. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Eshiklari ham azb zarqonlari qo'yilgan. Tashqariga tutun umuman chiqmaydi. Ustki qismimiz 09 listdan qilingan. Bu ham qalinlik hisoblanadi juda. Garilkasini ko'rsatib o'tamiz. Garilkalarimiz 10 listdan qilingan. Bu ham juda katta. Olovi esa 2 metrgacha issig'i uradi. Videolari bor uni ham xudo xolasa pastda qo'yib o'tamiz. Orqa qismlari ventilyatorlarimiz ham ikkita qo'yilgan. Ular ham katta ventilyatordan, motorli ventilyatordan qo'yilgan. Mana bitta mana motorlarimiz, reduktorlarimiz xudo xolasa chotki yangi narsalar qo'yilgan. 1 tonna suvni 10 minutga bormasdan isitib berdi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga chiqinglar. Xudo xolasa chiroylilar yasab, bitkazib, yetkazib beramiz. O'zbekistonning любой hududiga dastavkasi bizdan, o'zimiz olib borib beramiz.